bu dangvaş kız balının. Gülcennet, hep, evi kirasızmış ege. Vay? Ha? Hemen. Tek çıkandı mı? Bugün yeni keş kalan dikensiz. Tamak bir şey diyendi. Kayıp gelsiniz bile tamak yemiz mikin de telefon kalgandım. Әті балла байырым екен. Gülcennet'in kandak oyuntimiz bir mesletleşip alaylı dep. Ha, boptu emsi. Tamak meni saklamay. Buldu. Buldu. Tamak meni saklamay. Emsi ben imkanma burrak yenip kelishini ettirishmay bakma. Biz geldik. Oy, nima adam ahmak kızlar? Oy, qanaylik pishib ketgan tamaklar. Aldı bilen buradan demenlerini elep. Bir piyaldın çay içip boğucu men tamak lazım tayar qilib. Mana. Meni seg'indingiz mı? Pek seg'indingiz mı? Sizni ko'magili manda kun bo'ldimi? Yo'q, manda kun bo'ldi. Manda kun bo'lib ketdimi? Allah, şu davamlıq mən kelib kechda shundoq kirib sizni ko'ray deb kirsam, siz uxlab qolgan. Shuni ko'rshammigan. Men bu atdigan qopib sizni qishingiz kirsam, siz uxlab qolgan, shuni ko'rshammigan. Bolam. Ata bayramning ishini qanday o'rnashtirdilar? Qandaq o'tkazish sizlarni o'rnashtirishinglarga bog'liq. Lekin meningmi? Ay, bugün ifodingiz qaraganda hech qanday o'rnashtirish qilmasaqmi bo'ldigandek qildi. Jubo. Men nim qiptimi? Nim qiptimi? Nim qiptimi deganda qara. 11 yoshga kirib qolay degan qiz bola opasiga yordamlashib, o'yisini qilib berish u yoqda tutsin. Topshiriqni ishlamay, meni qaqshitib oydiga qaytib chiqib ketdingiz-ku. Bugun ayran birdan masa qamballa past o'ynab olsa, men birdan o'ynab qaytib kirsam nim bo'pti? Men sizni chiqmang dedim-mi, demdim-mi? Ha? Chiqmang degandingiz, lekin vaqaman opamni uyda o'tirsam bo'lamdi. Oy. Qara qizni. Qarang, nega mandingiz bola? Uyga kirib topshiriq ishlayman, isqirib kelma. Ay, qarang. Mekilim. Qarang. Skripkini çalsak, hele bir eşki perde çalamız. Ama topshiriqni bugun ishlamaymiz. Nima? Mana. İkimiz mushundaq qarama-qarshi gap qilib balani obdan tarbiyalaylar. Sen öpkanını besib al. Mekilim birden otur. İkilinglar öpkanlarni besib olinglar. Biz ailemizningki an'anasi bo'yicha bugun nima ish qilatdik? Oila yig'in achatdik. Xo'sh, bu qadimki oila yig'inimiz rasmiy boshlandi. Tamam. Ata bayramkan. Mush bayramga munosabatli ba'zi gaplarni bugun qilishsak, qolgan gaplarni keyin deysiz qanda? Men mush qizning ko'ziga sal kirib olib, topshiriq ishlang, iskrop kechiling, qizval bo'lgandan keyin mundaq jon bo'ling, qizval bo'lgandan keyin undaq qilmang, bundaq qilmang deb bek ko'ziga kirib olib, ranjitib qo'yganda qilaman bu qizni. Lekin men kim uchun shunday qilaman? Kimga yaxshi? Bizning maqsadimiz bu mushu bolalarni yaxshi o'qib, ko'p qirliq odam bo'lib, kelgusida millatimizga, bizga vakil bo'la oladigan, yuqori safoliq odam bo'lib yetishib chiqib, yaxshi kun ko'rsin deymiz-ku. Ya, bu senin kamçılığın emas. Aksicha senin ortiqchiliging. Onalik burchingni yaxshi ado qilganliging. Ha? Lekin ba'zi bir ta'lim tarbiyani biz bolalarga qanday beramiz? Bu usulni biz yana o'lishib baqsak bo'ladi. Qanday? Mening opam dunyo tepilg'isiz yaxshi opa. Dadam tiximi shundoq. Men sizlardan menga faxrlanma. Sizlar bizning sog'lom, boyashat, xushal-xo'ram turmush kechirishimiz uchun hozirgacha nurg'ulg'an jafolarni chekdinglar. Mana bu sizlarning yangi to'ygan surtinglar. Hozir chochlaringlar oqirib, chiroyinglar qo'riq besib, mushunaq bo'lib ketdinglar. Opa, siz men qancha ching talab qo'ysangiz, men shunda xushal bo'lman. Lekin menga ishonishingiz kerak-da. Siz xotirjam bo'ling. Men chuqum yaxshi o'qiyman. Faqat o'tindig'im shu vaqtlarni o'zim bir taraf qilsam. Qanday vaqtda topshiriq ishlayman, qanday vaqtda skrip kichalman, qanday vaqtda o'ynayman, qanday vaqtda boshqa ishlarni qilman, mushlarni o'zim plansam. Dada, sizning xizmatingiz bek aldirash. Biz bilimiz, ham to'g'ri tushunamiz. Shundaqdimi ko'proq vaqt chiqarib biz bilan birga bo'lsangiz. Har qitim tomoq yegan vaqtimizda sizning o'rningizning bo'sh qolganligini ko'rib, ko'nglim intayin yerim bo'ldi. Akam ishga o'qish ketgandan beri ishga o'rindiq bekor qoldigan bo'ldi. Canım bulam. Buludu. Biz
Әті баланы қана ойынтымыз, мағарны қылайды? Şundaq qildi. Aras, nəyə varsa qıla. Aldı bilen çoğayga apıraylı. Ondan keyin bağçılığa apırıp aylandıraylı. Bir gün Gülcennet kızımga bayramlık kiyim eliş ülgürenmedim. Ət vakit çıkarıp bir işki kur yeni kiyim hep vereyli. Bulu da. Sizden nəyə varaylı? Dada, apa, ben bir qancha vaqtdaşlarımı teklif qilib qo'ygan edim. Ertesi her dik keladi. Shular men bilan birga o'ynashib bo'lamdi. Bulu da. Buldu balam. Kimden? Kimden ular? Bizning sinfda hem do'stlarimning ichida bir qancha elan bor. Ularning ba'zilarining ota-onalari ajrashib ketgan, yana ba'zilarining ota-onalari o'lib ketgan. Ba'zilarining oylik sot ahvoli intayin nacharlari bor. Shunga bizning sharoitimiz har holda yaxshi bo'lgandan keyin ularni men bilan teng o'ynab, teng kulsa-da. Vay canım balam. Vay akıllık balam. Aklınız gibi barakallah balam. Yapmayısınız mı? Bunu da balam şimdi akılaylı. Bizden balımızı kep ketmeydi o. Aklınız barikallah. Balam, kildiğen savadaş kança? 3. Buludu. Әті biz pötünlarını raus bir gün oynataylı. Finlandiya. Şimdi akılaylı. Vay sizge neyme alsak ulağım için hep bireyli. Şunda kılamaz. Yaxshi. Buludu. Əmdi bak qosağına gemini kılamdı bak. Apa, dada yan bir telefon battı. Yana neyme talebeniz var kızım? Bana balam neyim talibiniz bolsa? Sizlar Skrupku bilan yangi o'rgangan muzikalarni chelib bersam. Ha,